Dunyoga xirs qo'yib yuborgan odam ham o'ziga hech tinim bermaydi-da. Hech tinim bermaydi. A'zolar bir kuni talab qiladi Allohdan. Dam bermadi mana u bizga deydi. Davlatdan dam olgin bugun desa, yo loy changallab davol suvadi, yo ipadromda chopib yurdi, yo birovni to'yda xizmat qildi. Bir tog'i toshga bormadi. Bir baliq tutib o'tirib bahri dillarni bizga ham bir dam bermadi bir. Nuqul shu dunyoni hirsi egallab oldi. Bu ham insonni bir o'zini baxtini qiynagan alomat. Bu narsalar erish tuylar ba'zilarga. Nima kerak naqani deyishi mumkin, lekin inson o'zini o'zi qiynab bir vaqt maqsadiga yetgan bo'ladi-yu, lekin o'zini joniga o'zi zulm qilib qo'ygan bo'ladi. Ishni desa, vagon ish qilgan, nomay amalida 2 rakat namoz yo'q. Pul desa million topgan, bir marta Allohu akbar demagan. Bir marta bir savob ish qilmagan.